Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugundan boshlab Muallimi Soniy kitobidan arab alifbolarini, ya'ni arab harflarini o'rganishni boshlaymiz. Bu uchun chaqmoq daftar tutishingizni iltimos qilardim. Harflarni yozganda diqqatlicha yozish uchun va harflarni har bir o'tgan harflarni o'rganib borish uchun. Hozir harflar bilan tanishib chiqamiz. Arab alifbosida 28 ta harf bo'lib, bularni hammasi undosh harflar hisoblanadi. Arab tilida unli harflar yo'q. Arab tilidagi yozuvlar boshqa tillarda o'qilishiga qulaylik bo'lishi uchun arab tilidagi unlilar, ya'ni unlilar bo'lmagani uchun bizni tilimizga moslashtirib unlilarning o'rniga harakatlar bor. Ya'ni harakatlar A, I va U tovushini berish uchun olimlar harakatlarni o'ylab topishgan. Demak, harflarni nomlari bilan tanishib o'tamiz. Keyin asta-sekin harflarning o'qilishini va harakatlarni qanday tarzda o'qilishi va qanday tarzda yozilishini ko'rib o'tamiz. Demak, arab alifbosidagi birinchi harfimiz alif. Alif, ba, ta, sa. Sani o'qilishini diqqat etamiz. Sa tilimiz ustki tishlari degan holda s harfini chiqarishga harakat etamiz. Sa. Ustki tishlari dilimizni bosgan holda uchini. Sa. Jim, ha, ho. Dal, zal. Zalda da ayni sa gibi ustki tishlari dilimizni bostirgan holda z harfini aytishga harakat etamiz. Zal, zal. Ro, za. Sin, shin. Sod, dod. To, zo. Zoda ustki tishlari dilimizni bostiramiz, lekin ozgina qalin tarzda chiqaramiz. Ozgina zo bostirib qalinligini berishimiz kerak. Zo. Ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, vav, ha. Lam alif. Ya'ni bu harf değil. Lam harf bilan elifni birikmasi hisoblanadi. Lam alif. Va so'nggi harfimiz ya. Demak, dedik, arab alifbosida unli harflar yo'q va bizni tilimizdagi boshqa tillarga moslashtirish uchun unlilar o'rniga harakatlarni qo'llanamiz. Ya'ni harakatlar bizdagi unli tovushlarni bilish uchun mavjuddir. 3 ta harakatimiz mavjud. Harfni ustki qismida keladigan harakatimizga fatha va uni A shaklida o'qiymiz. Ikkinchisini harflarni tengida keladigan harakatimizga kesra va uni I shaklida o'qiymiz. Uchinchisi harflarning ustida kelgan harakatimizga U shaklida o'qiladi. Demak, alif harfini o'qisak, alif harfi harakatlarsiz hech qanday tovush bermagani uchun harakatlar bilan birga o'qiymiz. A, I, U. A, I, U. Keyingi harfimiz ro harfi. Ro harfi o'zbek tilidagi r tovushini o'xshaydi, lekin bir yerine e'tibor berishimiz kerak. Ro harfini sokin, ya'ni sukun holatida kelishini. Hozir buni tushuntirib o'tib ketaman. Demak, ro harfini chiqarishda diqqat etishimiz kerak bo'lgan narsa ro qalin harf. Ra deb o'qiymiz. Ro shaklida o'qiymiz. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Endi ro harfini sukun holatda kelganda, ya'ni sokin, hech qanday harakatsiz ustunda yuvarlaq belgi kelganda, bu sukun belgisi, uni
tilimizni uchini tanglayimizda deyizmin, tilimizni ikki chetini deyizgan holda chiqarishimiz kerak. R. Ya'ni o'zbek tilidagi R bo'lib qolsa bo'lmaydi. R, ir, ur, ar, ir, ur. Shunga dikkat etishimiz kerak. Keyingi harfimiz Z harfi. Bu ayni biz o'zbek tilidagi Z harfini, Z tovushini o'xshaydi. Z harfi. Z harfi yumshoq harf bo'lgani uchun buni Z, zi, zu shaklida o'qiymiz. Z, zi, zu. Endi Z harfini o'qilishini ko'rib chiqamiz. Az, iz, uz. Zar, zir, zur. Azru, izru, uzru, urzu. Keyingi harfimiz mim harfi. Mim harfida g'unna bu burun tovushi degani. Ya'ni burundan kelgan tovush g'unna deyiladi. Bu keyinchalikda hali kerak bo'ladi. Xuddi o'zbek tilidagi m tovushini o'xshaydi. Ma, bu da yumshoq harf. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu shaklida o'qiladi. Quyidagi so'zlarning o'qilishini ko'rib chiqamiz. Am, im, mur, muz, rum, amaro, umiro, amru, imru, ramzu, irmi, mar, rom, zam, arzam holatida o'qiladi. Bugunchalik 4 harf yetarli. Bularni yozilish shaklini ham hozir sizlarga tashlab qo'yaman. Allohim bilmingizni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.